Bu 5 ta driverdan bittasi aniq sizda bor. Bu savollar javobini men 3 yil tinimsiz qidirdim. Qaramagan kitobim, kirmagan kursim, eshitmagan psixologim qolmadi va oxiri va наконец-то topdim. Bu narsani sirazi sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Chunki men qiynalib topgan narsani sizlar osongina meni Reelsim orqali bilib olinglar. Birinchi driver, ya'ni harakatda bo'l. Siz tinmasdan harakat qilaverasiz, tinib qolishingiz kerak emas. Doim nima bilandir mashg'ul bo'lib turishingiz kerak. Bu ishingiz bo'lsin, bu o'qishingiz bo'lsin, farqi yo'q. Ikkinchisi bo'lsa, menimcha hammada bor. Bu idealniy bo'l degan driver. Ya'ni siz mukammal bo'lishingiz kerak. Oilangiz, mashinangiz bitta joyga kirib bo'lib qolsa, qaytadan archishingiz kerak. O'zingizga ketingizdan o'zingiz yana qarab, yana idealniy bo'lish uchun hamma narsada harakat qilasiz. Misol uchun bitta ro'molingiz yoki bitta oladigan reelsingiz bo'lsa. Uchinchisi bo'ladigan bo'lsa, birovlarni xursand qil. Siz o'zingiz uchun qilgis kelayotgan ishni birovlarga qilasiz, ular xursand bo'lsa, sizga bu eng muhimi va eng glavniysi hisoblanadi. To'rtinchisi bo'ladigan bo'lsa, kuchli bo'l. Ya'ni sen yig'lashing kerak emas, sen eplashing kerak, sen ojizligingni ko'rsatishing kerak emas, kuchli bo'lishing kerak degan driver. Sen yig'lashing kerak emas degan driver. Ya'ni bu kuchli bo'l degan driver. Beshinchisi u mani driverim. Ya'ni tez bo'l. Ya mehmon kelsa, siz shoshib ketasiz, yuragingiz hap kirib ketadi. Nimaga? Eplashingiz kerak, tez qilishingiz kerak. Yoki bir joyga boraman desa, deadline bo'lsa, ya'ni belgilangan vaqt bo'lsa, o'sha yerga borishim kerak deb shoshib ketasiz, yuragingiz o'ynab ketadi. Bu tez bo'l degan driver. Mana shu 5 ta driverdan qaysi biri sizda chiqdi? Kommentariyada yozing. Aniq bilaman, bittasi hatto hammangizda bor. Kamida 2 ta yoki bittasi hammangizda bor. O'shaning uchun bu Reelsimni hamma driveri bor insonlarga jo'nating. Ular o'zligi haqida ko'proq ma'lumot olishsin.